Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körürmenler. Heptilik haber analizi programımızı körüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körürmenlerimiz, bugün 2026 yılı 20. Mart Cuma. Elbette bugün bütün dünyadaki Müslümanların Allah Subhanahu ve Taala ikram kılıp, soğuk kılıp, ata kılgan uluq bir aylık Ramazan ro'sidan keyin bizga sovg'a qilgan ro'za hayitini kutib olib turibdik. Dünya Müslümanları bu xushalliq kunda har xil xushal kayfiyatlar ailesi, urug' tuqqanlar bilan jam bo'lib bu Allah'ın ikramini, soğutini en xushal şekilde yaşaydı. Ama her yılı vatanımız Şarkı Türkistan'daki ahval, muhaciretteki halkımızın şu vatandaki urug' tuqqanlarımızın sığınış iştiyaqıda ko'nglimizning yerimi xushal yerim bo'lgan holatda o'tkazib kelyapmiz. Shundaq bo'lsa-mu Allohning sovg'usi bo'lgan bu muborak hayitni butun tirishchanligimiz, xushalligimiz bilan kutib olishimiz, qabul qilishimiz kerak. Istiqlol oilasi bo'lish sifatimiz bilan albatta vatanimiz Sharq Turkistondagi butun xalqimizning hayitni hayitdek o'tkazolmagan bo'lsa-mu va butun dunyodagi xalqimizning bu muborak ro'za hayitini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh subhanahu va taolo qilgan barliq amallarını, yaxşılıklarını qabul qilsin ve en qisqa fursatda vatanimiz Sharq Turkistonda haqiqiy xushalliqni his qilgan shaklda qanchilgan bayramlarni, hayitlarni o'tkazishga nasib qilsin deb tilaymiz bugunki bu ulug' hem juma kuni hem hayit kuni ikki hayit xushalliqini yashayapmiz. Alloh xayrlik ishlarni ato qilsin deb tilaymiz. Undaqda aldı bilan xabarimizningki asosliq bu haftadagi xabarlarimizning mavzularini ko'rib o'tayli. Xitoy Beyjingda majburiy emgak talon-tarojni kengaytirishga aloqador yig'in ochdi. Trump Xitoy ziyoratini rasmiy kechiktirdi. Sharq Turkistonda organ taqdim qiluvchilarning zo'r darajada ko'payishi diqqat qo'zg'adi. Bu va bundan boshqa bir qancha xabarlarimiz bo'ladi. Undaqda xabarimizni boshlab kelsak, Xitoy Beyjingda majburiy emgak talon-tarojni kengaytirishga aloqador yig'in ochdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan jinoyatlari, son-sanoqsiz jinoyatlarning ichidagi majburiy emgak masalasi, boyliqlarimizni to'xtamay talon-taroj qilish masalasi hammamiz biladigan. Har qatim bunda xabarlar chiqqan vaqtida qalbimizdagi dushmanga bo'lgan o't, g'azab, nafrat kuchaydigan bir masala bu. Yana bu 13 Mart günü Beyjingda atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumət ve diviziya Goviyan Dövlət Mülkini Nazaret Qilish Başqurush Komiteti 2026 yıllık Merkez Karxanlarının irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonga mablag' selishiga aloqador yig'in ochilgan bo'lib, mablag' so'mining 170 milliard yuanga yetadiganligi mo'ljallangan. Xitoy merkez karxanları, Xitoyning ichidagi karxanlar vatanimizga atalmış mablag' solamiz u deb bu bahona bilan kirib talon-taroj qilgan asosli shirkatlar, karxanlar. Xitoy tashviqot vositalarining xabarida qayd qilinishicha, shu yig'inda Xitoyning 14-5 yillik plan mezgilida jami 1 trilyon 90 milliard yuan mablag' selishni tamomlaganligi tilga olingan. Her qatim biz deb kelyapmiz, hammalar bilasizlar. Xitoy agar bir sonni e'lon qilgan bo'lsa, uni eng az 10ga 100ga ko'paysakmi ozlik bo'ldi. Asla rasmiy to'liq sonni bermaydi. Ammo Xitoy e'lon qilgan sonni qarasimi, qo'rqinchli sonlar. Talon-taroj qilinayotgan, bular talon qilinayotgan sonlar. Bu bizning vatanimizningki boyliqlari bu. Suhbat yig'indan ilgari atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumət ve diviziya 18 merkez karxanası bilan hamkorlik kelishimi imzalagan. Bular energiya, qazilma boyliq, hisoblash iqtidori, yasamachilik qatorliq sohalarni o'z ichiga olgan 92 turga chetildigan bo'lib, Sharq Turkistonda taxminan 170 milliard yuan kasb selinmasini tamomlash mo'ljallangan. Qarab qayli, yani aldığımızdaki bu yıllarda mana bu shundaq talon-taroj qilishimiz kerak. Butunlay bizning vatanimizdagi eng jon tomirimiz bo'lgan energiya, qazilma boyliq. Bu boyliqning ichiga butun oltin, kumush, hammani kan boyliqlarimizni qo'shaylik, buni tasavvur qilib boqaylik. Hisoblash iqtidori bugun kech kunduz 24 soat sun'iy aqlni ishlatib turib,
burun inson kuchi bilan bulantalangan bo'lsa, degan texmbek tez sur'atda bulantalan qilishning yo'llarini yo'l qo'yibdi. Xitoy tashviqot vositalari mazkur plan va kelishimlarni burunqidekla atalmış Şinjan'a yardım berish, güllendirish degandek iboralar bilan pardozlagan bo'lsa-mu, imzolangan turlarga asoslanganda yanada Uyg'ur majburiy amgaki Sharq Turkistonning qazilma boyligini va energiya boyligini texmi keng ko'lamda talon-taroj qilish qatorliq jinoyatlarni texmi kuchaytirish ekanligini ko'rib olish tasammiz. O'ylab qo'yaylik, Xitoyning nomussizligi, axloqsizligi, yani dünyada o'ylab qo'yaylik, shuncha vala boyliklarimizni bulang-talan qilib, to'xtovsiz holatda talon-taroj qilib, sinib yiqayotgan biz bo'layli. Uning kendi nomussizlarcha tilga olgan shuar qarab boqayli. Şinjan'a yardım berish, güllendirish. Yani nomussizlar bu boyliklarimizni bütün kan qizilin boyliklarimiz odam kuchi son-sanoqsiz yoshlarimizni opirib naminaldi. Qul qilib ishiltisan. Bu zaminning hisobsiz boyliklarini talon-taroj qilasan. Seni bilgan dunyoga patquzmayotgan, samirtiyotgan, seni dunyoga hökürtiyotgan bizning boyliklarimiz uning kendi nomussizlarcha men Şinjan'a yardım berish uchun keldim güllendirish. Bundan nomussizlar bo'lardi. Mushunchilik pastkashlar bo'lar. O'ylab qo'ying. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak. Trump Xitoy ziyoratini rasmiy kechiktirdi. Albatta bu masala shu o'tgan hafta ichida tilga ilinayotgan har xil axborotlarda tilga ilishib boshlagan bo'lib, bu Iran, Isroil, Amerika urushi boshlangandan keyin Hormuz bo'g'iz masalalari albatta kundalik xabarimizni ko'rib turibsizlar. Bu jiddiy vaziyat sababli Xitoyninki Irandan keyinida har xil shaklda Ironga yardım berish, ochiq oshkora aralashmadim deb turgan bo'lsa-mu, nurg'un masala o'ttirdi. Bu sababli bu ziyoratni kechiktirilganligi tilga ilinib kelyotgandi. 17 mart Donald Trump yerda qilgan so'zida biz Xitoy bilan kengashayotimiz, ularning buning qarata hech qanday fikri yo'q. Men rais Xi Jinping bilan ko'rishishni umid qilaman. O'ylaymanki, u men bilan ko'rishishga bakmo taqozo. Bizning Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi. Ma'lum bo'lgandek, Xitoy iqtisodiy jihatdan biz uchun intayin foydali bo'lishga boshladi. Bu o'tmishdikiga qat'iy o'xshamaydi. Shunga biz 5-6 haftadan keyin ko'rishni planlayapmiz deganlarni qayd qildi. Ya'ni buning bilan o'zining bu planlangan ko'rishni kechiktirganligini bu shaklda e'lon qilgan bo'ldi Trump yana Irondagi urush sababli o'zining cho'qim Amerikada bo'lishi kerakligini, shunga uchrashishni ozroq kechiktirganligini, buningda hech qanday hil-nayron yo'q ekanligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu vaqtdagi savolga javob berib, bu Trumpning so'zidan keyin boshliqlar uchrashishining Xitoy-Amerika munosabatida o'rnini to'ldirg'isiz yetakchilik rol o'ynaydiganligini, ikki tarafning Trumpning Xitoy ziyorati haqida davomli aloqalashayotganligini bildirdi. Xitoy bayonotchisi. Trump bir necha kun ilgari biz hafta ichida muhim xabar sifatida sunduq buni. Agar Xitoy Hormuz bo'g'izining bexatarligi amaliyoti bu Xitoyga qilingan bir usti yepiqaroq bir tahdid shaklida sen harakatga o'tishing kerak deb. Chunki Hormuz bo'g'izidagi masalalarni butun dunyo iqtisodiga hammamiz his qilyapmiz. Nurg'un baholarning hatto faqatlan benzin emas hozir shu yiqilg'u gazlardan tortib bahosi shiddat bilan o'rlayotdi. Ta'sir qilayotganligi aniq bir masala. Shunga bu yerda Trump ogohlantirib Xitoyni mushartchilik qilgan so'zda, agar Xitoy Hormuz bo'g'izining bexatarligiga kapolatlik qilish masalasida harakat qo'llanmasa, taxminan 2 haftadan keyin Beijingda Xi Jinping bilan o'tkazilmoqchi bo'lgan yuqori darajalik uchrashishning kechiktirilishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Endi bu amalga oshgan bo'ldi 17 mart qilgan so'zi bilan. Xitoy bo'lsa bu vaqtdagi xabarlarni shu vaqtida bu xabarlar chiqqan vaqtida inkor qilib, Amerika taratqullarining reallikqa uyg'un bo'lmagan xabarlarni tarqatganligini, Trumpning Xitoy ziyorati bilan Hormuz bo'g'izi masalasiningki aloqasi yo'qligini da'vo qilgan. Aloqasi borligi o'tirg'a chiqqan bo'ldi degan gap. Agar Trumpning Xitoy ziyorati plani amalga oshsa, bu 2017-yildan buyon bir Amerika prezidentining tunji qatim Xitoyni ziyorat qilishi bo'lib hisoblandi. Aldığımız günlerde kechiktirilib amalga oshsa. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak,
Şərq Türkistanda organ təqdim qılğıçılarının zor dərəcədə köpəyişi diqqət qozğadı, qədərli görmələrimiz. Əlbəttə, bu məsələ Şərq Türkistan xalqıga bizlər üçün yeni bir məsələ emas. Xitay təcavüzçülərinin xalqımızdakı məyli şu yaqınqı yillardakı bulub lager siyasəti başlanğandan keyin köpləb şu lagerga tutqun qılınğan ayal məyli yeşik, kiçik, çoğ bularning şu lagerdagi har xil tekshirishlarga majburlanishi. Bu masalama organ Xitoyningki shu majburiy organ yig'ib olish jinoyatini qaytadan kun tartibga kelgan masaladir. Uningdan ilgariki yillarda vatanimizda bundaq fojialarning ko'plab yuz berdiganligi bizga xuvo bir masala emas. Lekin Xitoy bu qatim e'lon qilgan xabar sifatida Xitoyning organ to'rbetlarida Xitoyning rasmiy zuvani bo'lgan to'rbetlarda e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarmi insonni cho'chitadigan darajada bu jinoyatning to'xtovsiz ijro qilinayotganligini bildiradigan bir narsa bo'ldi. Xitoy Qizil Kirist jamiyatining sonliq ma'lumotlari bultur Sharq Turkiston bo'yicha 184.500 odam qatim haqsiz qon taqdim qilganligini e'lon qilgan. 4650 kishi qon ishliguvchi g'ol hujayra taqdim qilish bo'yicha tizimlab qon avrishkisi elib ambarga kirgizilganligi, organ taqdim qilishga tizimlatganlarning 15200 kishiga yetganligi, oldingi bir necha yilga selishtirganda zo'r darajada oshganligi qayd qilingan. Bu sonliq ma'lumotlarni men yuqorida deganimdek qancha o'nga ko'paytirishimiz kerak. Xitoy agar buni e'lon qilgan bo'lsa, bu buningdan necha hassa ko'p degan gap. Xabarda bundan ilgari 3 ni taqdim qilish, ya'ni haqsiz qon taqdim qilish, qon ishliguvchi g'ol hujayra taqdim qilish, jasad va badan a'zolarini taqdim qilish tashviqotida safarbarlikda kengaytishda to'salg'i ko'p ekanligi, atalmish an'anaviy qarash xato tunish sababli. Xitoy sharaf numussizlarniki so'ziga qarab boqaylik. Ya'ni biz bir musulmon xalq bu yerda yashayotganlar. Bizning bir hatto o'lgandan keyingi jasadga qanday hurmat qilinganligi, uning qanday chiqilishga bo'lmaydiganligi bilamiz bo'lg'amdi. U har doim hurmatlik bo'lganligi uchun. Bu yerda bizni bu yerda tishlab tortishga uringanda an'anaviy qarash xato tunish sababli qatnashish nisbatining to'van bo'lib kelganligi bundan buni Sharq Turkistonda yaqinqi yillarda bo'lsa zo'r darajada oshganligi da'vo qilingan. Ve en numussiz, en ichinarlik ifadeler shuki, mushu cinayetini, mushu numussizligini, mushu bastırışını nima deydi? Bütün sepsette, bütün bastırışlarda işiltip kelayotgan so'zni o'qishini ishiltiklik. Atalmış Cumhuriyet milleti ortak gavdisi engini mustahkamlashdiki, illiqlik yetkizish vositasi degan bu numussizlarcha iborani ishlatib o'ylab qo'ydi. Dünyada şermendilik bunundan öte olmaydı hem de. Çünkü valla bastırırsa, onun kendinden numussuzlarca, yani bununla çatırsa bunu. Özlerinin Xitaylarga bir qatim ketib baxtыңmı bunu? Özlerinin Xitaylarga təşviq qilgan vaqtida bunda deb baxtыңmı? İtinin qurtidek mıg-mıg Xitaylarga təşviq qilganda bunda deb baxtыңmı? Ama Şarkı Türkistan'a kelganda bunu təşviq qilsa. Bununla qilib ovozini chiqargan uyoq bu yoqdan bunun etiroz bildirgan bo'lsa, chaplaydigan jinoyat tayyorlam. Cumhuriyet milleti o'rtaq gavdisi, millatlar ittifoqi bununga qarshi chiqyapsan deb ko'kamlik qilsa. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati jazo lageri, men yuqorida dedim, turmalardagi Uyg'urlarningki va boshqa qozoq, qirg'iz shu vatanimizdagi asli vatanimizdan egalari bo'lgan bu yerninki Türk xalqlarining ichki a'zolarini majburiy yig'ib olish jinoyati alohida gavdlik holatda o'ttirg'a chiqayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Gerçi Xitoyning sonliq ma'lumotlari masalasida to'xtaldim abi. Demak, bu sonliq ma'lumotni shunday e'lon qilishining o'zi bu jinoyatning texnik kuchli shaklda elib berilayotganligining ochiq ro'shan isboti bu qadarlik ko'rmalarimiz. Mutaxassislar bo'lsa jazo lageriga qamalgan Uyg'urlarning qon suyduklarining va boshqa a'zolarining ko'p qatimliq sistemalik tekshirilishining amniyati ichki a'zolarining iqtidorini baholash ekanligini
O'ylab qayli. Buni biz ilgari shu jazo lageri masalasida lager shahidlarimizning guvohligi asosida hatto biz mutaxassislarimiz suhbatmi qildik ilgirgi yillarda. Ya'ni Xitoy u yerga kirgan Uyg'urlarning salomatligi o'zgarib qolmasin, bizga kuyinib ketib, yaxshi bo'lishi uchun tekshirmayapti bu yerda. Qonni to'xtamay qon tekshirishi, suydik tekshirishi. Buni hammasi bilgan o'ylab qayli. Bu nima uchun tekshirildi? U insonningki bo'riki, boshqa a'zolar sog'lommi? Men o'g'irlamoqchi bo'lgan palani Xitoyga sotmoqchi bo'lgan, shuning bo'rikiga, shuning jigariga bir narsasiga uyg'un keladi deganda, bu iflos maqsad bilan tekshiraydi amaliyotda. Ya'ni buni mutaxassislar, yani dunyoda qon suydik tekshirgan bo'lsa, bu a'zolardagi masalalarni tekshirish uchun qildi. Yani buni mutaxassislar o'tirib qo'yib kelayotgan masalalar bu o'ylab qayli. Xitoy ta'minlagan rasmiy sonliq ma'lumotlarda ro'shan soxtalik mavjud ekanligini, a'zo taqdim qilishning birdan-bir ichki a'zo manbasi emasligini ta'kidlab kelmoqda. Yani Xitoy hammani o'zi xohlab taqdim qilyapti deb dunyoga buni setishga tirishadi hamda nomussizlarcha. Amaliyotda bu butunlay yolg'on deyapti buni mutaxassislar. Bultur e'lon qilingan xabarda Xitoyning 2030-yilgacha Sharq Turkistonda a'zo ko'chirish markazidan 6ni ko'paytirib qurishni planlaganligini shu vaqtida bergan biz bu xabarni. Bunun bilan Sharq Turkistondagi a'zo ko'chirish markazining 9ga yetadiganligi oshkorlangan bo'lib, Xitoy tashviqot vositalari xabar qilayotgan organ taqdim qiluvchilar sonining zo'r darajada oshayotganligidek bu qo'rqinchli bir yuzlanish Xitoyning Sharq Turkistonda a'zo ko'chirish markazini qisqa vaqt ichida hassilab ko'paytirish plani bilan mos qadamda bo'lmoqda. Amaliyotda bizning Sharq Turkistonda necha hassi ko'p bo'lgan Xitoylarning orasida nimishqa buni hassilab ko'paytmaysan shu shaharlaringda. Nimishqa bizning vatanda buncha ko'paytishga tirishib qolding. Buningga urinayotsan, maqsading ochiq. Qari niyating ochiq amaliyotda. O'ylab qayli. Xalqimiz mana shundaq darajada har tarafdan bu tajovuzchilarning ham boyligimizni talon-taroj qilishi, ham xalqimizni mana shundaq nejislarcha eng vahshiy shaklda bostirishiga duch kelyapmiz. Bu o'tirg'a qo'yilayotgan. Xitoyning o'zi o'tirib qo'ygan masala. O'ylab qayli. Buni tasavvur qilaylik, tafakkur qilaylik. Nima kunlarni ko'ryaptik. Albatta bularning har birining hisobi elinadigan kun kammay qolmaydi, buningga ishonchimiz komil. Xitoy hargiz bu shaklda davom qilmaydi. Ko'rishimiz, bular bilan bo'lgan urushimiz davom qiladi. Allah ömür bersa oldimizdagi hafta yana o'xshash kunda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Tekrar haytinglarga muborak bo'lsin deb tilaymiz. Albatta qalbinglarni xushal qildigan bu hech bo'lmasa bu shu hech kunlarda bo'lsa-mu, yana bir ikki xabarimiz qolib turasiz. Men TV andekin sunib o'tay uni. Sizlarni bir chekringlarga, qalbinglarga bir xushallik yetkazadigan, hanim bo'lsa bu ish yopdi deb degizishni arzu qilardik. Buni umid qilardik. Ammo lekin ana shundaq bir nejis bir tajovuzchilarning qo'lida bo'lib qolganligimiz uchun har qancha izlab so'rab yursakmi, buni yeb etishga, buni ko'mib qo'yib turishga, buni tashlab qo'yib turishga imkonimiz yo'q. Bizni ham tirik tutadigan narsa bu. Bu dushmanimizning jinoyatlarini har doim mana shundaq mayli qanday vaqti bo'lsin buni his qilib turib, buningga qarshi harakat qilishimiz kerak bo'lgan masala qadrli ko'rmalarimiz. Yana shu bu haftadagi muhim xabarlarimizdan ikkisi bu. Amerika Xitoyni o'z ichiga olgan 60 iqtisodiy gavdaga qarata majburiy emgak mahsulotlarining importini cheklash va cheklamani unumli ijro qilishda yetersizlik bor degan sabab bilan Amerika savdo qonunining 301-moddasiga asosan tekshirish boshlagan bo'lib, Xitoy buningga qattiq norozilik bildirdi. Buningki tafsilotidami albatta ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Xitoy bu yerda chiqishib bu deb boshqa davlatlar bor albatta qilingan besilgan bir qadam bu hamda. Yana bir xabarimiz bo'lsa, Amerika prezidenti Donald Trumpning Kubani elish sharbi mening bo'ladi degan bayonotidan keyin Rossiya tunigun e'lon qilgan bayonotida Kuba mustaqil bir davlat, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik davomlashadi degan iboralarni ishlatdi. Xitoy bo'lsa, Kuba uchun 5000 yurish quyosh energiya sistemasi bilan ta'minlaganligini bildirdi. Demek bu haftadaki xabarlarimiz bulardan ibaret, qadrli ko'rmalarimiz. Allah ömür bersa aldığımız gibi görüşürüz. Aman bu Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.